Xo'p, demak bugun o'rganadigan mavzumiz, asosiy mavzumiz trapetsiya. Undan avval bir sira o'tgan mavzumizni takrorlaymiz. Parallelogram va romb. Parallelogram nima edi? Qarama-qarshi tomonlari teng va parallel bo'lgan qavariq to'rtburchakka parallelogram deyiladi. Demak, qarama-qarshi tomonlari teng, mana bu yer A bo'lsa, bu yer ham A, bu yer B bo'lsa, bu yer ham B. Teng va parallel. Demak, AB parallel nimaga? C degan. BC parallel nimaga? A degan. Bu parallellik nimaga kerak? Biz 7-sinf mavzuni o'rganish jarayonida parallel to'g'ri chiziqlar va kesuvchi o'tkazganda hosil bo'lgan burchaklarni ko'rib chiqdik. Mos burchaklar, bir tomonli burchaklar va almashinuvchi burchaklar. Buni parallelligini asosiy bizda ishlatib beradigan narsa burchaklarga nisbatan. Deylik, parallelogramda xossa bor edi. Qaysi xossamiz? Bir tomonga yopishgan burchaklarning yig'indisi necha gradusga teng? 180 gradusga teng. Hamda parallelogramning qarama-qarshi burchaklari bir-biriga teng. Demak, xossalarni ketma-ket sanaydigan bo'lsak, parallelogramda ikkita diagonalar bor. Ikkita diagonal kesishadi. Kesishgan nuqtasi teng ikkiga bo'linadi. Deylik, masalan, BD diagonal bilan AC diagonalni olsak, ikkalasi o'rtada kesishdi. Hamda AO nimaga teng? OC ga. BO nimaga teng? BOD ga. Demak, berilgan diagonal kesishdi, kesishgan nuqtada teng ikkiga bo'lindi. Hamda diagonallar kesishidan hosil bo'lgan 4 ta uchburchak yuzasi bir-biriga nima edi? Teng edi. Ana endi parallelogramning o'zining yuzi va perimetri haqida gaplashamiz. Perimetri oddiy. Xuddi to'g'ri burchakning perimetriga o'xshab hisoblanadi. 2 ko'paytirilgan A plus B. Yuziga keladigan bo'lsak, yuzini o'ziga biz bir nechta formula o'rgandik. Qaysilar? Ikkita tomon va ular orasidagi burchak bilan, har bir tomonga tushirilgan balandlik bilan, diagonallar va ular orasidagi burchak bilan. Hamda biz o'rgandik tomonlari va diagonallar orasidagi munosabatni. Demak, parallelogramning diagonallarining kvadratlarining yig'indisi d1 kvadrat plus d2 kvadrat nimaga teng ekan? 2 ko'paytirilgan a kvadrat plus b kvadrat. Ya'ni tomonlar kvadratlarining yig'indisini ikkilanganiga teng bo'ladigan diagonallar kvadratlarining yig'indisi. Xo'sh, undan keyin o'rganganimiz demak rombni o'rgandik. Romb nima edi? Barcha tomoni teng bo'lgan parallelogramga romb deyiladi. Endi tushunib olishimiz uchun qaranglar. Anglanglar-da. Romb barcha tomoni teng bo'lgan parallelogram dedik. Qaysidan olib kelyapmiz? Mohiyatni. Parallelogramdan. Demak, parallelogramda qancha xossa bo'lsa, romb uchun hammasi nima? O'rinli. Diagonallar kesishi, qarama-qarshi burchaklar tengligi, bir tomonda yopishgan burchaklar yig'indisi 180 ligi, qarama-qarshi tomonlar parallel ekanligi, yuzini topish formulalari barchasi xuddi shunday o'rinli. Faqat endi farqli tarafi ikkala tomoni ham nima? Bir-biriga teng. Barcha tomoni bir-biriga teng. Parallelogramda A va B edi. Bunda hammasi A ga teng. Demak, rombda yana qo'shilgan xossamiz qaysi? Diagonallar kesishishi parallelogramda bor. Kesishgan nuqtada teng ikkiga bo'linishi ham parallelogramda bor. Farqli tarafi rombning diagonallari necha gradusda kesishadi? 90 gradusda, ya'ni perpendikulyar bo'ladi. Va unda hosil bo'lgan uchburchaklar qanaqa uchburchak bo'lar ekan? To'g'ri burchakli uchburchak bo'lar ekan. Aynan nimaga urg'uni to'g'ri burchakli uchburchakka berdim? Sabab diagonallarning yarimlarining kvadratlarining yig'indisi nimaga teng bo'lib qoladi? Tomonning kvadratiga. Aynan shu bilan ishlashimiz kerak bo'ladigan misollar hali keladi. Demak, yana qo'shimcha bor edi. Rombning diagonallari uning burchagini teng ikkiga nima qiladi? Bo'ladi. Burchakni teng ikkiga bo'luvchi kesma nima edi? Bisektriya. Bisektriya vazifasini bajarar ekan. Yuzini topish formulasi, perimetr topish formulasi hamda diagonallarning orqali yuzini topish formulalarini ko'rdik va diagonallar va tomonlar orasidagi munosabat ham ko'rildi. Ana endi bugun asosiy o'rganadiganimiz bizda trapetsiya. Trapetsiya nima? Ikkita tomoni parallel. Qolgan tomonlari parallel bo'lmagan qavariq to'rtburchakka trapetsiya deyiladi. Demak, shart qo'ydim nima? Ikkita tomoni parallel bo'lsin, qolgan tomonlari parallel bo'lmasin. Ikkita tomoni parallel, ya'ni bizda keldi. Birinchi aytganimiz BC parallel nimaga? AD ga. Hamda berilgan to'rtburchagim, ya'ni ABC D to'rtburchak qanaqa bo'lsin deyapmiz? Qavariq to'rtburchakka nima deyilar ekan? Trapetsiya deyilar ekan. Demak, shartli ravishda biz aytdik, trapetsiyaning ikkita tomoni parallel bo'lsin deb. Ana endi bu parallel tomonlarning nomlari bor. Nomi qaysi? Ya'ni masalalarda keladi. BC kichik asos deyiladi. Kichik asos. AD esa nima deyiladi? Katta asos. Ikkalasi ham asos, faqat yuqorisida, ya'ni kichkinasi kichik asos, pastdagisi katta asos.
Nimaga nom bilan aytyapmiz? Sabab masalada kelayotganda katta asosiga bog'lab nimadir so'raydi, kichik asosiga bog'lab nimadir so'raydi. O'sha uchun har bittasi qayerda joylashganini ko'zimiz oldida qolishi kerak. Undan keyin trapetsiya aynan biz qavat to'rtinchiga aytdik. Demak, trapetsiyaning barcha burchaklarining yig'indisi 360 gradusga teng. Bu xossalarni sanab ketaveramiz endi. Ikkinchisi, trapetsiyaning burchaklari orasidagi munosabatlari alfa, beta, gamma, teta va 4 ta burchak bilan belgiladim. Endi yon tomonlariga yuzlanaman. A, B tomonga yopishgan burchaklari qaysilar? Alfa va betami? Demak, yon tomoniga yopishgan burchaklarning yig'indisi 180 gradusga teng. Nima sababdan? Ikkita parallel to'g'ri chiziq va kesuvchi o'tkazganda hosil bo'lgan ichki bir tomonli burchaklar yig'indisi necha gradusga teng edi? 180 gradus. O'sha sababli qayta parallelmi almashuvchi mos bir tomonli burchaklar esda kelishi kerak. Tushunarli? Endi A, B, C D tomonga nisbatan qaysi burchaklar? Gamma plus teta ham yig'indisi necha gradusga teng? 180 gradusga. Bekordan buni yozmayapmiz. Sabab har bittasi bilan bog'liq bo'lgan. Boya parallelogramda ko'rdik. Bitta burchagi ikkinchi burchakdan 3 marta katta bo'lsin deyapti. Xuddi shunga o'xshagan savollar keladi. Faqat anglashimiz kerak, yon tomoniga asosga yopishgan burchagi emas. Na katta asosiga, na kichik asosiga. Faqatgina yon tomoniga yopishgan burchaklarning yig'indisi necha gradusga teng? 180 gradusga teng. Ana endi kichik asosini A, katta asosini B deyman. Yon tomonlarini bittasini C deyman, bittasini D deyman. Chunki 4 tala tomoni ham 4 xil. Endi perimetrga aloqador bo'lgan joyga keldik. Perimetr qanday topiladi? A plus B plus C plus D. Ya'ni barcha tomonni nima qilishimiz kerak? Qo'shishimiz kerak. Rahmat. Ana endi trapetsiyaning yuziga to'xtalamiz. Yuzi qanday hisoblanadi desa, ikkita parallel to'g'ri chiziq orasidagi masofa. Ikkita parallel to'g'ri chiziq orasidagi masofa bu trapetsiyaning balandligini beradi. Ya'ni mana bu tushirilgan hashim bu nima bo'ldi? Buni M nuqta desam, menga berilgan BM kesmam nima bo'ladi? Balandlik. Eslab qolinglar. Trapetsiyada aynan balandlik deganda bizga to'g'ri uchburchakda o'sha qanday bo'lishini bilamiz. Parallelogramda romda qanday bo'lishini bilamiz. Lekin trapetsiyada nomini biroz o'zgartiradi. Parallel to'g'ri chiziqlar orasidagi masofa deydi. Parallel to'g'ri chiziqlar orasidagi masofa ixtiyoriy joyda bir xil. Bu yerdan tushirganim bilan, ana bu yerdan tushirganim ikkalasi bir-biriga teng. Chunki parallel ular. Parallel to'g'ri chiziqlar orasidagi masofani xohlagan joyda olsang ham bir xil chiqadi. Buni hash bilan belgiladik. Ana endi yuziga to'xtalamiz. Trapetsiyaning yuzini topishimiz uchun asoslar yig'indisini yarmi bilan balandligini ko'paytiramiz. Bu trapetsiyaning yuzini berar ekan. Tushuntira oldimmi? Xo'p, undan keyin trapetsiya o'zi bizda qavarib to'rtburchak. Qavarib to'rtburchakda yana nimalar bor? Boya parallelogramda aytdik. Yana o'rtasidan boshqa diagonallar. Nechta diagonal bor? Ikkita. Qaysilar? AC bilan BD nimalar? Diagonallar. Bularni diagonalni biz baholab olishimiz mumkin qanday? Har bittasini har xil masalada hisoblaymiz. Chunki hozir biz turli tomonli trapetsiyalarni gaplashyapmiz. Turli tomonli trapetsiyadan keyin teng yo'lli trapetsiyaga to'xtalamiz. Ana endi diagonallar kesishini bitta diagonalni D1 deyman, ikkinchi diagonalni D2 deyman. Bular orasidagi burchak alfa bo'lsa, yuzini topish formulasi bor ekan. Nima? D1 D2 sinus alfa taqsimda nima? 2 bilan topilar ekan. Tushunarlimi? Ana endi trapetsiyada xuddi uchburchakka o'xshab o'rta chiziq degan narsa bor. O'rta chiziq faqat asoslari emas, faqatgina yon tomonlariga nisbatan olinar ekan. Yon tomonlari o'rtalarini tutashtiruvchi kesmaga, mana ikkita tomon ikki xil bo'lgandan keyin ularni o'lchaydigan qismi ham ikki xil bo'ladi. Yon tomonlar o'rtalarini tutashtiruvchi kesmaga trapetsiyaning o'rta chizig'i deyilar ekan. Ya'ni YF bilan belgilasam, bu yerda YF kesmam nima bo'lar ekan? O'rta chiziq. Ana endi zo'r joyga keldik. YF o'rta chizig'im, YF o'rta chizig'im asoslar yig'indisini yarmiga teng. Buni nimada ishlatamiz? Aynan qaysiga keladi biz uchun? Yuziga. Demak, trapetsiyaning yuzini topishim uchun o'rta chiziq bilan balandligini ko'paytirishim yetarli. Tushunarli?
O'rta chizig'ini vazifasi nima desa, qaranglar, yon tomonlarni o'rtalarni tutashtiruvchi kesmaga trapetsiyaning o'rta chizig'i deyiladi. Eng zo'r tarafi trapetsiyaning o'rta chizig'i asoslariga nima? Parallel. Demak, ana bu yerga qo'shib qo'ysam bo'ladi. Parallel nima deb? EF deb. Tushunarli? Bu turli tomonli trapetsiya bo'ldi. Ana endi keyingi o'rganadiganimiz to'g'ri burchakli trapetsiya. To'g'ri burchakli trapetsiya. Aynan to'g'ri burchakli trapetsiya nima? Berilgan trapetsiyaning ikkita burchagi 90 gradusga teng bo'lsa, bunday trapetsiyaga to'g'ri burchakli trapetsiya deyiladi. Ana asosan uchun yozilgan bo'lsa, bu trapetsiya, chunki ikkita tomoni parallel, qolgan tomoni parallel emas. Ya'ni bizda parallellar qaysi? BC parallel nimaga? ADga. Va aytyapti, to'g'ri burchakli dedi. Agar demak bitta burchagim 90 gradusga teng bo'lsa, albatta 90 gradusga teng bo'lgan ikkinchi burchak ham mavjud. Chunki ikkita parallel to'g'ri chiziqqa bittasiga 90 gradusga tushgan kesma, ikkinchisiga necha gradusga tushadi? 90 gradusga. Ana endi bunda o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Qolgan barchasi bir xil. Deylik, bizda hozir boya yozdim. Ikkita parallel to'g'ri chiziq orasidagi masofa nima edi? Baland. Demak, mana bu yon tomoni nimaga teng bo'lib qolar ekan? Balandlikka teng bo'lib qolar ekan. Asosini, kichik asosini A deyman, katta asosini B deyman, yon tomonini C deyman. Endi parallel to'g'ri chiziqlar orasidagi masofa ixtiyoriy nuqtada bir xilmi? Mana bu uchidan bunday tutashtirsam, 90 gradusga tushsa, CM ni hisoblasam, CMD uchburchagi qanaqa uchburchak bo'ldi? Ana endi burchaklariga aloqador bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakka doir bo'lgan kombinatsiyalik masalalar keladi. Tushunarli? Faqat bitta narsa, mana bu yon tomon o'sha balandlikka nima? Teng. Deylik, yuzini topmoqchi bo'lsak, nima qilamiz endi? A plus B taqsimda 2 karra h yoki perimetr topmoqchi bo'lsak nima qilamiz? H plus A plus C plus nimaga? B. Bu perimetr, uni C esa yuzi. Qolgan barchasi o'zidan bitta ketadi. Hamda mana bu burchakni agar alfa desam, bu burchakni umumiysini beta desam, bu ikkalasining necha gradusga teng? 180 gradusga teng. Buni boya ko'rib o'tdik. Tushunarli? Bu to'g'ri burchakli trapetsiya. Ana endi keyingisini ko'ramiz. Teng yonli trapetsiya. Ma'nosini aytayapman, teng yonli deyapman. Ikkita yon tomoni bir-biriga teng. Teng yonli trapetsiya. Ana endi bunda xossalar biroz ko'proq. A, B, C, D desam, manda berilgan A, B, C, D qavarib to'rt burchagim nima bo'lar ekan? Trapetsiya bo'ladi. Xo'p, trapetsiya ekanligidan nimadan aniqlab olaman? Aytinglar. Asoslari parallel, BC ADga parallel. Demak, menda agar BC ni A desam, AD ni B desam, hamda men qanaqa trapetsiya dedim? Teng yonli trapetsiya. Mana bu yon tomonlar nima bo'ladi? Bu yer C bo'lsa, bu yer ham C, bu yer A bo'lsa, bu yer B. Ana endi sizlar bilan ajoyib joyga keldik. Teng yo'li trapetsiyaga doir bo'lgan masalalar qolgan trapetsiyaga doir bo'lgan masalalardan ko'ra ko'proq keladi. Sabab bunda ishlaydigan xossalar ko'p. Endi tushuntiraman. Mana bu yerda hosil bo'ladigan balandliklarni tushiraman. B dan A da asosga balandlik tushirdim. M nuqta oldim. C dan asosga balandlik tushirdim. M nuqta oldim. Eng taraf mana balandliklar bir-biriga nima? Teng. Agar bu teng bo'lsa, qanaqa shakl olsa bo'ldi shu yerda? B, C, M, M. Kvadrat. To'g'ri, to'rt burchak. Demak, mana bu masofa nimaga teng bo'ladi? A ga. Endi qarang, teng yo'lli edi. Mana bu burchak bilan bu burchak tengmi? To'g'ri? Unda endi teng yo'li deganimizdan keyin asosidagi burchaklari ham bir-biriga nima bo'ladi? Teng bo'ladi. Asosidagi ham, yuqoridagi burchaklari ham bir-biriga teng.
Ana endi to'xtalamiz. Mana bu yerda hosil bo'lgan kesmalar mavjud. Qaysi? AM kesma bilan MD kesma. Bular nima deyiladi? Bular teng yo'li trapetsiyada balandlikka tushirilganda asosida, katta asosda hosil bo'lgan kesmalar uzunliklari. Bunda nimaga teng? Manda AM kesmam teng bo'lar ekan B minus A taqsimda 2 ga. Nimaga? Mana bu yerda A bo'lsa, bu yerda qolgan masofa bilan mana bu yerda qolgan masofa tengmi? Demak, bu yerni x desam, bu yerni ham x deymanmi? Bu ikkalasini yig'indisi B minus A ga tengmi? Agar bitta x topmoqchi bo'lsam, B minus A taqsimda 2 qilaman. Eng qiziq tarafi, mana bundan ikkinchi qoladigan kesmam esa MD kesma A plus B taqsimda 2 ga teng. Bu nimani berardi? Nimani berardi? Asoslar yig'indisini yarmi. O'rta chiziq. Ana endi rahmat. Mana bu teng yo'l trapetsiyada o'rta chiziq o'tkazsam va mana buni tutashtirsam nima shakl hosil bo'lar ekan? Parallelogram. Qarama-qarshi tomonlari teng va o'rta chiziq bo'lganligi uchun parallelogram. Teng yo'l trapetsiyada parallelogramni hosil qilishimiz mumkin. Shunaqa qolganda deymiz. Buni F deyman. Demak, mana bu narsa F ga nima bo'lar ekan? Teng bo'lar ekan o'rta chizig'iga. Tushundingizmi? Bu hosildan tashqari yana bitta chizma chizib, boshqa hosilni tushuntiraman. Hozir qo'ysam, chalkash bo'lib ketadi. Teng yo'l trapetsiya berilgan bo'lsa, ABCD hamda diagonallar o'tkazilganda ular perpendikulyar kesishsa, ya'ni BD diagonalim perpendikulyar bo'lsa AC ga, ular orasidagi burchak necha gradus bo'lar ekan? 90 gradus. Unda yuzasi balandlikning kvadratiga yoki o'rta chizig'ining kvadratiga teng bo'lar ekan. Qachonki teng yo'li trapetsiyaning diagonallari 90 gradusda kesishsa, uning o'rta chizig'ining uzunligi balandligiga teng bo'ladi. Tushunarlimi? Nima tushundingmi?